Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Dr. Jamshid. Ushbu videoda men sizlarga anemiya to'g'risida bir qancha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Anemiya juda keng tarqalgan kasallik bo'lib, u bir qancha sabablarga ko'ra kelib chiqishi mumkin. Lekin biz ushbu videomizda eng keng tarqalgan anemiya turi va eng keng tarqalgan sababi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xo'p, anemiyani temir tanqisligi natijasida yuzaga keladigan turi xalq orasida keng tarqalgan va ko'p holatlarda e'tiborsiz qoldiriladi. Ushbu kasallikning kelib chiqishi, klinik belgilari hamda davolashini yaxshi bilib olish ushbu kasallikni yaxshi yengib o'tishga imkon beradi. Videoni boshida temir tanqisligi anemiyasi to'g'risida gaplashishdan oldin anemiya o'zi nima degan savolga javob bersak. Anemiya bu eritrotsit va gemoglobin miqdorining qonda kamayib ketishi natijasida yuzaga keladigan klinik belgilar yig'indisi. Shunday qilib, eritrotsit va gemoglobin deb aytiladigan biz yangi terminlar bilan tanishdik. Organizm har qanday funksiyani bajarishi uchun energiyaga muhtoj. Mana shu energiyani hosil qilish uchun esa organizmga kislorod kerak va mana shu kislorodni tashish vazifasini eritrotsit hamda gemoglobinlar bajaradi. Sxematik ravishda ko'rsatadigan bo'lsak, bizga energiya kerak. Energiyani hosil qilish uchun kislorod kerak va kislorodni to'qima va organlarga yetkazish uchun eritrotsit hamda eritrotsitning ichida gemoglobin bo'lishi kerak. Demak, bizda gemoglobin miqdorining kamayishi, eritrotsit miqdorining kamayishi anemiya deb aytilar ekan. Mana shu ikkala moddani miqdorining kamayishi kislorodning miqdorini kamaytiradi va nihoyat to'qima va organlarga kislorod kam kelib, o'sha yerlarda energiyani hosil bo'lishi ham kamayadi. Va mana shu holat anemiya deb aytiladi. Xo'p, temir tanqisligi anemiyasi qanday qilib gemoglobin miqdorini kamaytiradi degan savolga javob beradigan bo'lsak, gemoglobinning tarkibida temir moddasi bo'ladi. Demak, biz ovqat bilan iste'mol qilgan temir moddamiz gemoglobin tarkibiga o'tkaziladi. U keyinchalik eritrotsitlarga upakovka qilinib, keyin u kislorodni bog'laydi va to'qima va organlarga kislorodni tashib beradi. Bordi-yu, temir turli xil sabablarga ko'ra organizmda kamayib ketsa, u gemoglobin va eritrotsit miqdorini kamaytiradi. Shunga keyingi sxemaga qaraydigan bo'lsak, u kislorod miqdorini kamaytiradi va oxir-oqibat to'qima va organlarda energiya miqdorini kamaytiradi. Xo'p, bizda temir tanqisligi natijasida anemiya shakllandi. U qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Birinchidan, organizmda energiya kam bo'lganligi uchun odamlar, anemiyaga chalingan odamlar charchashga moyil bo'ladi. Turli xil jismoniy harakatlarni bajargan paytda ularda hansirash belgilari yuzaga keladi. Agar vizual jihatdan bunaqangi bemorlarga qaraydigan bo'lsak, ularning terisi oqish rangga kirgani, ko'z osti, tildagi shilliq qavatlar ham birmuncha oqish rangni olganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana bunaqangi bemorlarning tirnoqlari sinib ketishga moyil bo'ladi. Soch to'kilish holatlari ham temir tanqisligi anemiyasida kuzatilishi mumkin. Bu degani yuqorida sanab o'tilgan belgilar barchasi temir tanqisligi anemiyasida kuzatiladi degani emas, balki bular oz miqdorda yoki ko'p miqdorda temir tanqisligi anemiyasida yuzaga keladi. Xo'p, temir organizmda qanaqangi sabablarga ko'ra kamayib ketishi mumkin? Bulardan eng keng tarqalgan sabab alimentar sabab hisoblanadi va bu iste'mol qilinadigan ozuqa tarkibida temir miqdorining kam bo'lishi bilan tushuntiriladi. Agar siz kam temir iste'mol qiladigan bo'lsangiz, organizmga kam temir kelib tushadi va natijada anemiya shakllanishi mumkin. Ikkinchi keng tarqalgan sabablardan biri ovqat tarkibida yetarli miqdorda temir iste'mol qilishingizga qaramasdan, uni oshqozon ichak tizimi orqali so'rilishini kamayib ketishi. Bu ko'proq malabsorptiv kasalliklarda, celiakiya deb aytiladigan kasalliklarda kuzatiladi. Va uchinchi sabab bu organizmda temirga bo'lgan ehtiyojning ortib ketishi. Ya'ni biz ko'p eritrotsit sintez qiladigan holatlarda temirga bo'lgan talab ortib ketadi. Bu kimlarda kuzatiladi desa, homilador ayollarda yoki yosh o'sib borayotgan bolalarda kuzatilishi mumkin. Shuningdek, sportsmenlarda ham temir tanqisligi anemiyasi ko'p kuzatilishi mumkin va buning sababi temirga bo'lgan talabni ortib ketishi bilan tushuntiriladi. Va nihoyat to'rtinchi sabab bu temirni organizmdan chiqarib yuborilishini ortib ketishi. Bu qon yo'qotish natijasida yuzaga keladi. Ko'proq ayollarda hayz siklida ko'p qon yo'qotgan paytda temir tanqisligi anemiyasi kelib chiqadi. Va oshqozon ichak trakt tizimida turli xil yara kasalliklari fonida ham qon ketishi kuzatiladigan bo'lsa, bu ham temirni organizmdan chiqib ketishiga va temir tanqisligi anemiyasini kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. Sizda yuqorida sanab o'tilgan klinik belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni haddan tashqari charchash, hansirash, holsizlik kabi belgilar yuzaga kelayotgan bo'lsa, unda albatta shifokorga murojaat qilish kerak va temir tanqisligi anemiyasi diagnozini tasdiqlatish kerak bo'ladi. Buning uchun laboratoriyada qondagi temir miqdori, organizmdagi temir zaxirasi to'g'risida ma'lumot olish uchun bir qancha tekshiruvlar amalga oshiriladi.
Sizda temir tanqisligi anemiyasi bo'lsa, uni davolash uchun nimalar qilishingiz mumkin? Birinchisi, bu ovqat orqali iste'mol qilinadigan temir miqdorini oshirish kerak yoki uni sutkalik talab miqdorini qondiradigan darajaga ko'tarish kerak. Temir qanaqangi turdagi mahsulotlarda ko'p bo'ladi? Asosan hayvon mahsulotlari, qizil go'shtda va mol jigarida temirning miqdori yuqori ekanligi aniqlangan. Shuning uchun ratsionda mana shu mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishga harakat qiling. Bordi-yu, ozuqa mahsulotlari orqali temir miqdorini to'ldirish imkoni bo'lmasa, unda temir preparatlarini iste'mol qilish mumkin bo'ladi. Temir preparatlari tabletka, suspenziya yoki tomir orqali yuboriladigan ko'rinishda ishlab chiqariladi. Uni dozirovkasi va qabul qilish muddatini individual holatda, shifokor bilan maslahatlashgan holatda hal qilish kerak bo'ladi. Shunday qilib, biz siz bilan anemiya o'zi nima, temir tanqisligi anemiyasini keltirib chiqaradigan sabablar, uning klinik belgilari hamda davolash to'g'risida gaplashib o'tdik. Bordi-yu, sizda qo'shimcha savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariy bo'limiga o'tib yozib qoldiring va men ularga albatta javob berishga harakat qilaman. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.